Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qo'llanmamizdan davom etamiz. Demak, biz o'tgan darsda 31-darsda o'tgandek bitni bugun 32-bitdan davom etamiz. Ad-darsu sabi'u. 7-dars. Man hadihi bu kim? Demak, hadihi deb muannas shaxsga nisbatan ishlatiladi. Hadihi Aminatu bu Omina. Man tilka ana u kim? Tilka Fatimatu. أنا فاطمة. هذه طبيبة بو طبيب شفاكار وتلك ممرضة أنا حمشيرة. demak bu yerda mana shifokor hamshira demak bu shifokor bo'lsa mana bu yerda hamshira. هذه من الهند bu Hindistondan. Demak bu kishi deb masalan mana shifokorni ko'rsatish mumkin. وتلك من اليابان أنا Yapondan, Yaponiyadan. هذه طويلة وتلك قصيرة. bu uzun va anavi bo'yi pastroq. طويلة uzun va qasiratun qisqa. Demak ikkalasi muannas kishiga nisbatan ishlatildi. Man hada bu kim? Hada Hamidun bu Hamid. Va man zalika ana kim? Zalika Aliyun ana Ali. Tilka dajajatun ana tovuqmi? La tilka battatun yo'q anavi o'rdak. Ma tilka ana nima? Tilka baydatun anavi tuxum. Demak baydatun bitta tuxumga nisbatan ishlatiladi. Hadihi sayyaratul mudarrisi bu mudarrisning mashinasi. Va tilka sayyaratul mudiri va anavi direktorning mashinasi. As-sa'atu Abbasin hadihi bu Abbosning soatimi? La هذه ساعة حامد yo'q bu Hamidning soati. Tilka sa'atu Abbasin ana Abbosning soati. Masalan boshqa soatni ko'rsatdi. Zalika dikun va tilka dajajatun ana xo'roz va ana tovuq. Demak muzakkar so'zlarga nisbatan zalika ishlatilsa ana so'zida muannas so'zlarga nisbatan tilka ishlatiladi. Tamarinun mashqlar. Iqro va kutub. هذه مدرسة وتلك جامعة. bu maktab ana universitet. ذلك حمار وتلك بقرة. ana eshak va ana sigir. أذلك سوق ana bozormi? لا تلك مدرسة yo'q ana maktab. هذه جميل وتلك ناقة. jamalun ekan. Hada jamalun va tilka naqatun. bu demak tuya va anavi tuyaning urg'ochisi. Hadihi madrasatun va tilka talibatun. ana maktab bu maktab ana talaba qiz. Hada kalbun va zalika qittun. bu it va anavi mushuk. Hada baytut tajiri bu savdogarning uyi. Va tilka hadiqatul tajiri va ana tijoratchining savdogarning bog'i. Demak mana shu yergacha o'qiganlarimizda yaxshilab o'zlashtirib o'qib o'rganib olamiz.